Obunachilarimiz uchun usta akamiz katta aksiya qilyapti ekanlar. Foydalanib qolinglar. 1 milliondan 1,5 million so'mgacha bemalol yutsalaring bo'ladi pul tomonlama. Endi o'zlaridan so'rab o'tamiz, qanaqa holatda 1 million, 1,5 million so'm minus qilib tashladi. Assalomu alaykum. Abdulla aka, charchamayapsizmi? Rahmat. Obunachilarimizga qanaqa holatda arzon va sifatli oshxona mebel qilib beramiz aka? Xudo xohlasa mebelimiz kuxunlik, boshqa mebellarni tanlaymiz. Xudo xohlasa kampirlik bo'ladimi yoki kuxunligimiz o'zi bo'ladimi? 15 million so'mgacha bo'ladigan kuxunliklarimiz 1 million so'm puldan minus qilib beramiz. Undan tashqari mo'kasi bo'ladi. Keyin shushulkasi bo'ladi, musor paxligida ichida. Bonus bo'ladi. Bonus bo'ladi. Agar 15 million so'mdan 20 million so'mga bo'ladigan bo'lsa, 1,5 million so'm minus qilib beramiz pulidan. Demak, misol paganometrini dogovor qilganlardan keyin общий narxi nech pul bo'ladigan bo'lsa, o'shandan 1 milliondan 1,5 million so'mgacha minus qilib beramiz. Bu uy egasiga yaxshigina foyda olib keladi. Xo'p, aka, endi undan tashqari oshxona mebeldan tashqari fondi mebellar qilib beraverasizlar aka. Tanlab beramiz. Undan tashqari mana Gulao'ylar yumshoq mebellardan olib kelib berilgan. Videoda narxini aytib o'tamiz. Xo'p, hozir aka bu qaysi manzilga o'rnatildi bu oshxona mebelimiz? Farg'ona viloyati Quvasoyga o'rnatganmiz. Qancha bo'ldi o'rnatilganiga? O'rnatilgani 2 oydan o'tdi. 2 oydan o'tdi. Bitta razmerni aytib qo'ysak. Bitta razmeri 5 metrga 3 metr. 5 metrga 3 metr bo'lgan. Xo'p, uzunichi? Uzuni 3,10 ga chiqqan balandligi. Rosa baland bo'libdi-da aka. Tepa eshiklari 1,20 va fasadi 60 sm. Uyda egalari shuni xohlashdimi aka? Shuni xohlashdi. Misol boshqa viloyatlarda aytgan rangida, aytgan dizaynida chiqarib beramiz, xudo xohlasa. Dastlabki uстановка ham yo'q ichida. Demak, uyga qarab turib uyimiz balandligi uchun baland oshxona mebel qilib berilgan bu. Tayyorlab beramiz. Xo'p, endi paganometrini ham video davomida aytamiz nech puldanligini. Videoda oxirigacha ko'rsalar, hozir qanaqa holatda bonuslar bor yana so'rab o'tamiz. Xo'p, aka, hozir xaladen tepasiga ham joy qilib berilgan. Joy qilib berilgan. Bu xaladenning tepasi bu summay kirilmaydi. Hisoblamaysiz. Bonusga qilib beramiz. Undan keyin 1 paganometr hozirda 3 million so'm tayyorlayapmiz, 1 paganometrini. Xo'p, endi aka, mabodo xaladenning atrofini o'rashadigan bo'lsa, pul qo'shiladi. 20% qo'shilib qoladi. 20% qo'shiladi. Shuni aytgan yaxshi. Xo'p, endi aka, bu svet o'chib yonadigan-da, 3 xil svetda o'chib yonadi. Undan tashqari aka, qana aytsak bo'ladi, materiallar qanaqasidan ishlatdingiz aka? Xo'p, material rossiyskiy laminatdan tayyorlangan, korpusiga kashtan firmadan tayyorlangan fasadiga akrildan. Xo'p, endi bu asosiy ish stolimiz qanaqa material qilib berdingiz? Stalin stoli qalinligi 4 sm bo'lgan. Pechatlari ham turibdi do'stlar. Rossiyskiydan bo'lgan. Zo'r. Xo'p, buni endi nechiligigacha qo'ysak bo'ladi? Buni 2,5 santimetrligi bor, 4 santimetrligi bor. Eng asosiy rol o'ynaydigan katta joyi, misol katta joy, asosiy rol o'ynaydi. Xo'p, polkalarimizni bitta tanishtirib o'tsangiz aka. Xo'p, polkalarni 3 etash qo'yib berganmiz. Misol narsalar ham sig'im ham ko'p joy egallaydi. Ko'proq narsa sig'dirishadi uydagilar. Bemalol. Zo'r. Mexanizmni ham yaxshilardan qo'yib bergan. Qo'llar qismaydi, bemalol. Yosh bolalarda ham qo'lini qismaydi. Xo'p, shu 3 million qancha dedingiz? 3 million so'mdan tayyorlayveradi shu ko'rinishda. Ichida nimasi bo'ladi? Ichida mo'gasi bor. Hop. Keyin musor paqalar, keyin shushulkasi bor. Keyin mana qo'shidonlari bor. 4 ta narsa bepul. 4 ta narsa bepul. Xaladenning tepasini hisoblaganda 5 ta bo'ladi. 5 ta. 5 ta narsasi ichida bo'laveradi. Keyin ash aytgan gap 15 million so'mga dovur. 1 million so'm chegirma, 15 million bo'lsa 1,5 million so'm chegirmasi bor. Xo'p, hozir bu kafelda uydagilarda bor ekanmi yo'qmi? Uyda egasi bosib bergan, metridan 100 ming so'mdan o'tib berganmiz. 100 ming so'mdan ayirib o'tib berganmiz. Agar yo'q bo'ladigan bo'lsa, o'zlaring qilib berilaveradi. Granitlarga granit, boshqa materiallardan deganlarga ham qilib berilaveradi. Xo'p, aka, yana nimalar bo'ldi bu qatorlarimizda aytsangiz? Bu qatorda aka mana qoshiqdan qilganmiz. Mana mo'kada yuvib, qoshillar taxlagani. Xudo xolasa undan keyin hada ovqat pishirgani, gaz vitishga, undan rабочий stol. Mana rozetga tashab ketilgan bu asof foydalanilgani, boshqa kelgan. Undan keyin mana bu joyda rабочий stol. Mana bu joyga banni stolga tayyorlaganmiz. Banni stolga meva-chevalar, suvlar qo'yilaveradi. Bundan tashqari burchaklardan ham unumli foydalaniladi. Burchaklarimiz ichlari keng tayyorlangan. Mana montqosqon, qozonlar bemalol kelib ketadi, ko'p narsalar. Kattagina narsa sig'ib ketaverar ekanda. Chuqurligi qancha bo'lgan? Chuqurligi 60-60 bo'lgan. Yaxshigina chuqur. Tepasi ham shunaqa chuqur bo'lgan, 2 etaj bo'lgan. 2 etaj mana. Bemalol polkalarga narsa qo'ysa bo'ladi. Zo'r, bu qatorlarimiz endi aka. Bu qatorlarimiz
Oho, ancha narsa sig'ib ketar ekanda. Ha, xudo xohlasa 2 yil 3 yildan to'ldira olmaydi xudo xohlasa. Aha. Xo'p, bu tomonimizda aynan qilib berilgan. Aynan chiroyli qilib qilib. berilgan. Aha. Aynaklar, misol o'zlari narsalarni qo'yishgan, polkalar qilib. Xudo xohlasa. Zo'r. Bu tomonga endi bir kitob, boshqa narsalar Ha, qo'ysa shunaqa ham kitob bo'laveradi. narsa Suvni, saqlagani. gul, shunaqa narsalar qo'yilsa bo'ladi. Bu yerda ham choy ichsa ham bo'laveradi, to'g'rimi? Bo'ladi, ha. Shu tomonlari bor. Xo'p, endi общий narxi necha pulga yetar bo'ldi? Xo'p, общий narxi endi buni 2 million 800 ming so'mdan tayyorlab berganmiz. Aha. Xo'p, bu narximiz 22 million so'mga tayyorlaganmiz mebelni. Общий 22 Ha, million. общий o'tadigan joylarni o'tib berganmiz. Aha. Keyin bu maxfiy blogimizni 4 million so'm tayyorlab berganmiz. Bu alohida bo'lganmi? Alohida bo'lgan. 26 million so'mga kelishganmiz. Xo'p, buni razmeri qanaqa bo'lgan? Buni razmeri 1,5 ga 220 Aha. bo'lgan. Ikkita pufilari bilan pampesli prujina. Aha. Buni spanday qilib yozsa ham bo'laveradi. Bo'ladi. Bu stolni olib qo'ysa. Aha. Aha. Mo'yshiya bu aka. Mo'shi material. Yani bolishlari ham ikki tomonlama bo'lgan. Zo'r. Buni demak o'zini so'raganlarga ham qilib berilaveradi. O'zini so'raganlar tayyorlab beramiz. Chiqarib ham berilaveradi, xudo xohlasa. Xo'p. Aka, o'zi necha puldan boshlanyapti oshxona mebellarimiz eng arzoni? Bizda eng arzon 1 million 800 ming so'mdan 5 millionga tayyorlab beramiz. Tayyorlab berilaveradi. Tayyorlab beramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab. Butun O'zbekiston bo'ylab qilib berilaveradi. Zo'r. Do'stlar, o'zingizga baho berasizlar akalarimiz ishlariga. Eng yaxshi tomoni mo'yshi bo'lgan. Arta ishlatilaveradi. Qancha bo'ldi o'rnatilganiga? 2 oydan o'tdi. 2 oydan o'tdi. Aka, o'zi videoyimizdan ko'proq YouTube'dan ko'rib zakaz qilishdimi? Ha, YouTube'dan asosiy sizdan, Instagram, YouTube'dan asosiy. Xo'p, qayerlardan zakaz ko'proq tushdi aka? Xo'p, ko'proq Toshkentdan, Farg'onadan. Farg'ona, Toshkentdan zakaz ko'proq tushdi. Aha. Xo'p, akamiz yana bizga video tashlab beradigan bo'lsalar, video davomida qo'yib o'tamiz. Agar qo'ymaydigan bo'lsa, nomerlari bor, aloqaga chiqsalaring, barcha turdagi oshxona mebellar, rasmlar, dizaynlar tashlab beradilar. Bemalol tanlab ko'rib zakaz qilsalaring bo'ladi. Tayyor oshxona mebel so'raganlarga ham qilib berilaveradi. Undan tashqari pogona metriga hisoblab turib ham chiroyli qilib yuzga zakazga qilib beriladi. Undan tashqari 0 dan 100 mebel sohasi bo'yicha chiroyli qilib to'ldirib berib ketishadi. Akalarimiz kanallarini va nomerlarini qoldirdik, aloqaga chiqaverasizlar.